Hürmetli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Jahondagi ishlar programmamizni ko'rgaysizlar. Yaponiya yangilik ko'chish jamiyatining o'rtaq vakili Osaka shahrining boshlig'i Toro Hashimoto yaqindan buyon haddidan oshgan so'zlarni qilib, 2-dunyo urushi mezgilida Yaponiya armiyasining nurg'un davlatdan ayollarni majburiy yig'ib hal so'rg'uchi ayollar qilganligidek nomussiz qilmishini aqlamoqchi va tushuntirmoqchi bo'ldi. Koreyalik ishki hal so'rg'uchi ayol Jin Fotung bilan Jin Yuyu Yaponiyaga berib Toro Hashimotodan tushuncha berishni talab qilmoqchi bo'lgan edi. Burunqi plan bo'yicha 24-may tushdan burun bu ishga yashagan ayol Osakada Toro Hashimoto bilan ko'rishmoqchi bo'lgan. Lekin ish tuyuqsiz o'zgarib, ishga yashamgan ayol tuyuqsiz uning bilan ko'rishishni rad qildi. Ular Toro Hashimoto bilan hamkorlashib o'yin qo'yishni xohlamaymiz dedi. İşki yaşanğan ayal ularning qo'llash o'miki orqali o'zlarining ishdan burun Toro Hashimoto planlab bo'lgan kechirim so'rash o'yinini hatto yaşanğan ayollar bilan ko'rishganda tizimli kechirim so'rash planini bilib qolganligini. Buning haqiqiy kechirim so'rash emas, balki Toro Hashimotoning o'zining siyosiy hayotini qutqizish uchun tayyorlik qilayotganligini aytdi. Ular Toro Hashimotoning o'zlaridan foydalanib o'yin qo'yishni xohlamay, bu qitimliq ko'rishish planini amaldan qoldirdi. Toro Hashimoto qilgan gapidan yinolmaydi. Biz buni muayyanlashtirdik. Agar u 24-may kechirim so'rasimi, chin ko'nglidan kechirim so'ramaydi. Bizning umuman bu yashanganlarga ziyonkashlik qilg'imiz yo'q. Yaşanğan ishki ayol agar Toro Hashimoto haqiqatan kechirim so'rashni ham qayta o'ylanishni qalasa, burun qilgan so'zni qaytarib olib, rasmiy kechirim so'rasin hamda siyosiy munbardan chekinsin dedi. Shu kuni nurg'un namoyishchi Osaka shaharlik hukumat binosining oldida e'tiroz bildirish faoliyati o'tkazib, Toro Hashimotoni ayblab, Yaponiya siyosiy yo'llaridan tarix to'g'ri qarashni talab qildi. Toro Hashimoto 2-dunyo urushi mezgilidagi koreyalik hal so'rg'uchi ayollar bilan ko'rishib, ulardan foydalanib davlat ichi va xalqaroning tanqidlash sadosidan qutulmoqchi. U cho'qim kechirim so'rash kerak. Yaponiya hukumati ziyonkashlikka uchirg'uvchi ayollardan kechirim so'rashi hamda to'lam berish kerak. Chunki ular tasavvur qilib bo'lmaydigan azobni boshdan kechirgan. Biz hammamiz mushunaq deb qaraymiz. U haddidan oshgan so'zlarni qilib, hal so'rg'uvchi ayollar urush mezgilida cho'qim bo'lishga tegishli deb tavba qilishni xohlamadi. Toro Hashimotoning yaqinqi mezgildagi bir qator so'z harakatlari ko'pchilikning g'azabini qo'zg'adi. 24-may u yana o'zining rejissyorligida o'zi rol olgan kechirim so'rash o'yinini qo'ymoqchi bo'ldi. Natijada ishki ayolning haqiqiy ahvolini ichib tashlashi bilan o'sal ahvolda o'yinini yig'ishtirdi. Toro Hashimoto muxbirlarni kutib olish yig'inida o'zining ilgirki ishki hal so'rg'uvchi ayol bilan ko'rishamganligidan afsus qilganligini aytdi. Ammo u o'zining hal so'rg'uvchi ayollar tuzumi zarur degan so'zni qilganligini yana e'tirof qilmadi. Taratqular so'zimni xato tushunib qopti dedi. U Yaponiya hal so'rg'uvchi ayollarni majburiy yig'ib oldimi yo'q degan savolga qasdan mujmal javob berdi. Uning ilgari qilgan xato so'zlarini qaytarib olishdan asarmi yo'q edi. 13-may u hal so'rg'uvchi ayollar to'g'risida xato so'zlarni qilgandan buyon xalqaro jamoat fikri Toro Hashimotoni qattiq aybladi. Yaponiyadagi o'qimishliq va jamoat tashkilotlarimi Toro Hashimotoning so'z harakatlariga bas-basdan norozilik bildirdi. 22-may Yaponiyada 200 necha shahar aholisi birlashma norozilik bildirish yig'ilishi o'tkazib, Toro Hashimotoning so'zni qaytarib olishini, Osaka shahrining boshliqlik vazifasidan iste'fo berishini talab qildi hamda mushundaq gap so'zlarga qarta sukutda turgan Yaponiya hukumatining mas'uliyati bor dedi. O'zining bema'ni so'zlarini aqlab javob qaytarishni rad qilgan Toro Hashimotoning o'shin topmasligi uning o'zining urushga bo'lgan qarshi va tarixiy qarshini aks ettirib qolmay, yana Yaponiya davlatidagi uchiga chiqqan 10 yil mutassib kuchlarning da'vo talabiga vakillik qiladi. Uning insoniyatning vijdoni va tarix haqqoniyatiga jang e'lon qilgan bundoq da'vo talabi putirab turolmaydi. Toro Hashimoto siyosiy munbarga kirishdan burun Yaponiyadagi hamma kishi biladigan advokat va televiziya cho'lpani edi. Balki dal mushu televiziya cho'lpani bo'lib o'tgan hayoti uningga gap so'zlardan qanday foydalanib, boshqalarning diqqatini tortishni cho'nqir his qildirgan bo'lishi mumkin. Biroq bu qitim u aqlini xato ishlatib qoldi. Xato gap so'zlarni qilib, har qaysi taraflarning ayblashiga uchirgandan keyin u faqat taratqularni mening so'zlarimni u yerdan o'zib olib, naql keltirgan deb ayblagan bo'lsa-mu, biroq boshdan oxir hal so'rg'uvchi ayollardan iborat urushning ziyniq uchirg'uvchilarning maydonida turib, ular uchirgan uvalchilik va o'ylab qo'ymadi. O'zining har bir so'zining insoniyatning g'ururiga tegadiganligini texmi o'ylamadi. Vijdoni bor odam buni qabul qilmaydi. Bu Toro Hashimoto qatorliq Yaponiya o'nqanot siyosiy yo'llarining insoniy huquqi bo'lgan aqalliy hurmatni bilmaydiganligini, tarixiy bo'lgan qarshidimi zo'r eg'ish borligini namoyon qilib berdi. Ularning hal so'rg'uvchi ayollar haqidagi bayonlari urush jinoyatini inkor qilganlik, shundaqla insonlar munosabatining oxirgi cheklarini dafsanda qilganlik. Toro Hashimoto urushning ig'ir azobiga uchirgan ayollardan samimiy afu so'rabli qilmay, haqqoniyatni yoqlaydigan insonlardan cho'nqur afu so'rashi kerak.
Şu yer vaqti 24 may kechda Yaponiya bosh vaziri Abe Shinzo Bermidagi 3 kunlik ziyoratini boshladi. Bu Yaponiya bosh vazirining 36 yildan keyin Bermida tunji qitim ziyorati bo'lishi. Amaliyotda Berma hukumati islohot ijodi siyosatini tadrijiy yo'lga qo'ygandan buyon Yaponiya bilan Berma munosabatida kichikgina o'zgarish bo'ldi. Bir tarafdan zo'r turkum Yaponiya korxonasi Berma bozoriga yurish qildi. Yana bir tarafdan Yaponiya hukumati Berma kayniga so'rab kelayotgan nurg'un qarzni bekor qilyapti. Ham Bermaga 50 milliard Yaponiya yeni hukumat taraf gullantirish yordami berdi. İki davlatning siyosiy faoliyatlari kunsiri ko'paydi. Tahlilchilarning qarashicha, Yaponiyaning tuyuqsiz Bermaga buncha yaqinchilik qilishi iqtisodiy jihatdan chiqish qilgandan boshqa, Bermadan foydalanib, Jongoning Sharqiy Janubiy Osiyodagi strategiyalik o'rnini iskanjaga ilishni maqsad qilgan. Kuzatuvchilarning qarashicha, Berma zimini Janubiy Hind okeani bilan tutishidi. Jongoning Janubiy dengiz va Malakka bo'g'zidan agib o'tib, g'arbiy janub tarafdan Udduz Jiroq okeaniga berishdagi strategik tanish nuqtasi. Shunga Bermaning vaziyatidagi o'zgarish va Jongo Berma munosabatining yaxshi yomon bo'lishi, Jongoning zimin butunligi, energiya bilan ta'minlash bexatarligi, shundaqla dengiz usti savdosining bexatarligi bilan bevosita munosabatlik. Yaponiya hukumatining Bermaning islohot ijrotish fursatidan foydalanib, Berma bilan bo'lgan umumyuzlik aloqani tuyuqsiz kuchaytirishi, haqiqiy iqtisodiy manfaatni chiqish qilgandan sirt, Jongoning an'anaviy manfaat bo'shligini qisib, Jongoning Bermadagi strategiyalik o'rinlashtirishni cheklash uchundir. Ba'zi tahlilchilarning qarashicha, Amerikaning Sharqiy Janubiy Osiyoga qaytish orqa ko'rinishda Shinzo Abe ishki kabinetining Berma siyosati faqat Amerikaning Osiyo Tinch okean rayonini qayta tamponlashtirish strategiyasidagi bir halqa xolos. Buningdagi muhim maqsad Amerikaga moslashib Jongoni cheklash, Amerikaga yaxshi chaq bo'lish, shundaqla Amerikaning yon besishi bilan belgilik strategiyalik nafga erishish. Berma hukumatining islohot ijroti siyosati Yaponiya korxonalarining Bermaga g'oyat zo'r mablag' selishiga, shundaqla Yaponiya Berma o'rtasidagi murakkab tarixiy o'sh adovatlarni qayirib qo'yib, Yaponiya hukumatining Bermaga singib kirishiga ajoyib fursat yaratib berdi. Tahlilchilarning qarashicha, garchi Yaponiyaning Berma qaratgan siyosati Sharq Janubiy Osiyo rayonining strategiyalik andizasini oson o'zgartirmasimi, lekin inkor qilishga bo'lmaydigini Yaponiya iqtisodiy siyosiy silinmasi tadrijiy holda Bermaning ishonchiga erishdi ekan. Endi bugungi jahon yangilarini ko'rib baqaylik. Amerika yangi England aviatsiya şirketi chiqargan yangi bir avlod uchar avtomobil endi aeroplan yo'liga tayanmay tosh yo'ldan biroqla havoga ko'tarilgan bo'ldi. Uning soatlik sur'ati 300 kilometr. Buni haydashga faqat odatdagi prava bo'lsa kifoya. Chunki u hisoblash texnikasidan foydalanib, avval uchish yo'lini tuzib olsa, to'liq avtomatik ucha oladi va qo'na oladi. Bexatarlikni ko'zda tutib, bu uchar avtomobilga yana parashyutni saplangan. Kelgusidagi uchar avtomobilga yana internet saplansa, boshqa uchqunlarning uchish yo'li, havorai ahvoli shunaqla cheklangan rayonning uchori qatorliqlarni yig'alaydi. Buningda favqulodda hodisaning yuz berishidan saqlang'ili bo'ladi. Mo'ljallanishcha bu uchar avtomobil eng baldir bo'lganda 2015-yili bozorga selindi ekan. Uchar avtomobil sizning tosh yo'ldagi avarchiliklardan vaqtida saqlab qola oladi. Tövendagi bu parashyutmi egiz qavatli binolarda o'ltiradigan yoki xizmat qiladiganlarning hayotiga kapolatlik qila oladi. Bu parashyutning kashf qiluvchi Morris mundaq deydi. An'anaviy parashyutning eng tuvan bexatar tushish orliqi 100 metr. Bu parashyutning bo'lsa 30 metr. Bu 10 qavatli binoning egizligiga barobar. Men 12 yilning oldida 11 sentabr terrorlik voqeasi yuz bergandan keyin bundaq egiz binolardan sakrab qutula oladigan parashyutni tadqiq qilishga boshlagan. Mushayning boshlarida u bu parashyutning 13-qitimliq siniqini o'ngishli tamomladi. Kunlarning birida u bu mahsulotning dunyoning har qaysi joylaridagi ehtiyojli kishilarga yordami tegishini umid qiladi. Agar yuqorqi bu ikki mahsulot yanala sizning ehtiyojingizdan qondiramagan bo'lsa, unda siz yana bu XY urush aeroplanini ko'rib yiqing. Lekin u ucholmaydi. Domino kartasi bilan yasalgan planetlar ara urush kinosidagi XY urush aeroplani 5-oyning 23-kuni Amerika Nyu-York davr maydonida kishilarning ko'z oldida namoyon bo'ldi. Domino kartasi va planetlar ara urush kinosining havaskorlari uni o'rib bilishdi. Bu domino kartasi bilan yasalgan urush aeroplanining uzunligi 13 metr 10 cm, egizligi 3 metr 35 cm, qantining uzunligi 13 metr 40 cm bo'lib, taxminan 530 million domino kartasi bilan yasalgan. Eg'irligi 20 tonna keladi. Domino kartasi shirkatining deyishicha bu o'yinchiqni 32 odam 2 yildan ortiq vaqtda bitirgan. Endi biz Koreyaga berib bir jup ona bola bilan tanishib baqaylik. Bu koreyalik ona qizini chiroyli qilish uchun zarur bo'lmagan jabolarni tatgan. Lekin uning tatgan jabolari bekor ketmagan bo'lib, qizi ayol cho'lpon Song Ho Chauga o'xshash nazokatli bo'lib ketgan. Bu koreyalik ona zodi qanday tarbiyalagandi? Yaqinda bu ona bola Koreyaning oldingi qatorda turadigan Marsqa virusi programmasida paydo bo'ldi. Bu koreyalik onaning deyishicha, ayni yili qizi tug'ilganda qizining sadligidan hatto jimg'urlik kesilib bo'lib qolgan ekan.
Qizi cho'ng bo'lgandan keyin azoblanmasligi uchun u qizi 2 yoshga kirgandan boshlab qizining sirtqi qiyofatini tuzashga nurg'un kuch sarf qilgan. Masalan, qo'shiq bilan qizining ko'z atrofini o'g'lab, qo'sh qapoq chiqargan. Mushtimi bilan qizining yuzini o'g'lab, ushluq engak paydo qilgan. Qizining jagan putini tuzash uchun o'kchi piyini o'g'lagan. Buningdan boshqa qizining sat turqini tuzash uchun qiziga azaldan somka qatorliq og'ir narsalarni ko'targizmagan. Bu koreyalik ana 16 yilni mushundaq davomlashtirgan. Natijada qizining hozirgi siyoqi uning kichik vaqtiga qat'iy o'xshamaydigan yana bir holatga kelgan. Yana kelib koreyalik ayol cho'lpon Song Ho Chaoga o'xshab qolgan. Biroq bu ana buning bilan qanoatlanib qolmagan. Uning deyishicha buningdan keyin davomli tirishib qizini texmi go'zal qildi ekan. Biroq u qizining yuziga pichoq tekkizmaslikdek prinsipda ching turdi ekan. Güzel bo'lish uchun pichoq tekkizmaslik husn tuzash cho'ng davlati bo'lgan Koreyada oz ko'riladi. Undaqda bu ananing qo'shiq bilan qo'sh qapoq chiqarish, mushtimi bilan engakni ushlash usuli rostilla asqatqanmidi. Husn tuzash mutaxassislari musht bilan engakni ushlashning bir qadar umumlashganligini. Chunki mayda asda saqlash iqtidori bor bo'lib, uzun mezgilgacha ta'sir qilganda o'rnini yo'kab unum berdiganligini, biroq so'nggi qurilmasini oson o'zgartirib bo'lmaydiganligini, shunga uning faqat ozroqli tangshash ekanligini bildirdi. Mutaxassislar eskartib mundaq dedi. Husn tuzash usullari unumlik bo'lsa-mu, ammo faqatli qo'shimcha rol o'ynaydi. Har bir odamga bo'lgan unumi o'xshamaydi. Bu usullar orqali hargizmi salomatlikka ziyon yetkazmaslik kerak. Ba'zida ish dal aksicha bo'lib qoladi. Chunki sog'lom bo'lgandalar eng go'zal bo'g'li bo'ladi. 15 may Amerika Oregon shtatidagi bir universitetning tadqiqotchisi Amerikada chiqadigan hujayra jurnalida maqola e'lon qilib, o'zlarining hujayra yadrosidagi tuxum hujayrasiga teri hujayrasini ko'chirib, insonlarning to'ralma g'ul hujayrasini muvaffaqiyatli yetishtirib chiqqanligini aytdi. Bu insonlarning to'ralma g'ul hujayrasini klonlaganlik. Bu ish rost bo'lsa, olimlar odamni klonlashga yana bir qadam yaqinlashgan bo'ladi. Ammo bu maqola e'lon qilinibla nurg'un taraflarning gumonini qo'zg'adi. Undaqda bu Huang Yushichi satchilikmi? İsmini oshkorlamagan bireylen ilmiy maqolaga baho berish to'g'rida obzor e'lon qilib, bu ilmiy maqolda xatolik ko'p. Necha o'rinda surat takror ishlatilgan. Odatdagi ahvolda ilmiy maqol topshirilgandan keyin kasbdoshlar oz degandimi 2 oy baholaydi. Ba'zilari hatto necha 10 yilga so'ziladi dedi. Ammo bu maqol topshirilib, naq 4 kunda hujayra jurnaliga besilib, 12 kunda to'g'rida e'lon qilindi. Hujayra jurnali 23 may bayonot e'lon qilib, o'zlarining ichki qismidagi dastlabki bog'lash va maqola avtori bilan dastlabki muzokara qilish orqali ilmiy maqolda haqiqatan bir qism xatoliklar mavjud bo'lib, cho'ng ish yo'qligini aytdi. Ammo bu fan texnik natijasiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Bu maqolani qabul qilish vaqtining tez bo'lishilik sabab maqolani ko'rguvchi avval qo'shilib bu maqolani vaqtida baholagan. Nazariy masalalarga chetishlik bo'lg'achqa, to'ralma g'ol hujayrasi tadqiqotida izchil talash tortish mavjud. 8 yil burun koreyalik olim Huang Yushi tuxumdan insonlar to'ralma g'ol hujayrasini yetishtirib chiqib, dunyoni zilzilga solgan edi. Ammo keyin bularning hammasi surat va sonliq ma'lumotda soxtalik qilingan deb qaralib, Huang Yushi rivoyati vayron bo'lib, ilm-fan tarixida yana bir satchilik ko'paygan. Bu maqolning avtori va hujayra jurnali garchi o'zini oqlagan bo'lsa-mu, ammo kishilarning gumonini yo'qotolmadi. Nurg'un kishilar maqoldan yana gumonlanib, haqiqiy ahvolni yanada oydinlashtirmoqchi bo'lyapti. Programmamizni ko'ngilingizga rahmat, xayr xo'sh.